Assalomu alaykum, Mebelchi kanalimizning hurmatli obunachilari. Do'stlar, bugun kuxunniy ugolok olmoqchi bo'lganlarga birinchi qo'l eng optim ishlab chiqarish joyiga kelganmiz. Ko'ryapsizlar, bu yerda kuxunniy ugoloklar juda ko'p, katta assortimenti bor. Anchadan beri kanaliga joylamayotgan edik. Bugun xudo xolasa kanalimiz obunachilari uchun usta Eldorbekda o'zi ishlab chiqargan kuxunniy ugoloklarini xudo xolasa sizlarga ko'rsatib, chiroyli qilib obzorni qilib beramiz. Bu yerda assortiment juda ko'p. Narxlari bo'lsa shunchaki super narxda bo'ladi, juda arzon bo'ladi. Asosiysi qimmat materiallardan tortib mo'shi material keyin har xil assortimentlarda ishlab chiqarilgan ishlarni xohlasa usta Eldorbek bilan birgalikda obzorni qilib beramiz. Sizlar mana shu mebellarga bittadan like bosinglar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Xudo xolasa zo'r narxda qilib O'zbekiston bo'ylab boshqa davlatlarga ham, qo'shni Qirg'iziston, Tojikistonlarga ham xudo xolasa yetkazib beradi. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz obzorda boshlaymiz. Assalomu alaykum aka, sizimsiz charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Eldorbek xudo xolasa ishlar go'zal, har doimgidek sifati, fasollari, keyin razmerlari, assortiment keng, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Usta, dastavkamiz qanday bo'ladi bu safar? Bu safar kuxunniy ugoloklarimiz albatta kelishilgan holatda bo'ladi. Andijon shahar ichi dastavkamiz ichida bo'ladi. Andijon shahar ichidan tashqari joylarga kelishilgan holatda bo'ladi. Xudo xolasa ishlarimizga ancha yangiliklar kiritganmiz. Xudo xolasa ko'rishsa klientlarimizga yoqadi degan umiddaman. Ishlab chiqarish manzilingiz Andijon tumani Nayman qishlog'idanmiz. Gap yo'q. Eldorбек ismim. Xudo xolasa telefonlarimiz yoziladi ekran tagiga, bemalol aloqaga chiqishaveradi. Birinchi qismdan boshlaymiz endi usta. Mana shu modeldan ketaveramizmi? Mana shu modelni ko'ring. Kamar fason deyiladi. Razmeri 1.60 ga, bunaqasi 1.90 bo'ladi. Ikkita pufiga, kichkina oila uchun moslangan. Dombob, domlarga, kichkina oila uchun moslangan. Sandig'i bo'ladi buni ham albatta. Hozir bu yerda ko'rsatamiz sandig'ini. Bu yerga o'tmadim, mana bu yerdan sandiqlari bo'ladi, xudo xolasa. Foydalanishda bo'ladi bu yerga bu narsalar solib. Bu hammasini ranglari boshqa-boshqa, anaqasi fasoni bir xil, razmeri bir xil. Klientlarimiz haligi istagiday bo'lsin deb ranglarini boshqa-boshqa qilganmiz, xudo xolasa. Endi misol kimgadir oq, kimgadir qora yoqishi mumkin. Ochroq svet, kimgadir to'chroq svet deydi. To'qroq svetlarimiz so'raganlarga bular. Hozir shularingizga nechta odam joylashadi? Taxminan bir 6-7 odam sig'an? Bunga 6 ta emas, 5 ta odam xotirjam o'tirib joylashib, yoshlar bo'lsa 6 ta ham sig'adi. Endi hali kichikroq, ozg'inroq odamlar bo'lsa 6 ta, o'rtacha bo'lsa 5 ta bemalol joylashib o'tirsa bo'ladi. Shunaqa. Sabab 2 ta tumbasi bor, plus 3 ta odam berib 6 ta, 7 ta indamay sig'adi ekan. Sig'adi. Gap yo'q. Narxini necha pulga beramiz endi buni Eldorbek? Buni Andijon shahar ichiga dastavkasini ichida qilib 1.700.000 so'mdan yetkazib beramiz. 1.700.000. Qolgan joylarga, Andijon shahridan tashqari joylarga kelishilgan holatda, xudo xolasa. Hozir sizga bitta savol, sotuv mobaynida stolsiz olganlar ham bo'lganmi? Bor. Stolsiz bo'lsa necha pul bo'ladi? Stolsiz bo'lsa 1.400.000 so'mdan yetkazib beramiz. 1.400.000. Gap yo'q. Bunimiz ham o'sha narx. Hammasi o'sha narx. Mana divonimizgadir o'sha narx. Xudo xolasa. Ranglarini ko'rsatganmiz, iloji boricha o'zi joyimiz kichkinaligi sinmagan. Ancha-muncha fasonlari o'zgarsa ham, narx o'zgarmaydi. Fasonni kamzur fason deydimi, kamar fason deydimi yoki high-tech fason deydimi, o'zgarish bo'lsa, u pulida o'zgarish bo'lmaydi. Rangida ham hatto o'zgarish bo'lmaydi. Biz oilamiz kattaroq deganlarga ham sizni kattaroq ishlaringiz bor. Bor albatta, mana bu yerlarda katta ishlarimiz ham bor. Mana shundan boshlayveraylik. Bu turetskiy materialimiz, Mastbek aka, xudo xolasa, buni yangilik qilib ishlab chiqardik. Noshkalarini ham qarang, bejarimizda ham. Gap yo'q. Bu ishimiz xudo xolasa maqtamasdan ishlatganda biladi, xudo xolasa odamlar. Bu ham ikkita emasda minisida sandig'i bo'ladi. Xoni bo'ladi, addining xoni 75 ga 160 bo'ladi. Sondig'ini ham bitta ochib ko'rsating, kengilarini ko'rsatmay ko'rasiz. Va hammasi sondig'i bor ekan. Sondiqlari mana 100% laminatda bo'ladi, sondiqlari ham. Xudo xolasa. Machalkalarini ham ko'ryapsiz, qalin, turetskiy materialda. Tumbalarini aytmaysizmi? Katta-katta 4 ta tumba ekan. 4 ta tumbasi bor. Odam sig'may kelsa 8 kishi bemalol sig'averadi. 8 ta. Razmeri 1.60 ga, bunaqasi 2.40 bo'ladi uzun tomon. Bu xuddi o'shani balotovoy svetda, bu ham bir o'zgacha chiqqan, ko'ring, yashil, ko'pchilik yashil deydi, ko'pchilik balotovoy deydi. Bu ham xuddi shu rangi shuni. Boshqacha. Bu ikkovi turetskiy materialda bo'lgan. Narxi necha pul usta? Buni bir yo'l narxini aytib ketavering. Narxini aka
Andijon shahar ichiga 2 million 400 ming so'mdan yetkazib beramiz. 2 million 400 komplekt. Komplektda. Stol, to'rtta tumba, Albatta. mana shu kuxonniy uyg'oq bilan 2 million Ha. 400 mingdan Albatta. Andijon shahriga dastlabki bepul, Mhm. boshqa viloyatlarga, boshqa tumanlarga kelishiladi. Albatta. Endi Kelishilgan iloji holat. boricha arzonroq yetkazib berish harakat qilasiz. Mhm. Endi bularimiz qanaqa endi bular? Aka, bularimiz xuddi shu ishimizni mo'shniy materiali. Mo'shin material. Hamma yo'g'i bir xil. Mo'shniy material bu. Mhm. Ancha-muncha dog' bo'lsa, boshqa bo'lsa, artib tozalab ishlatsa bo'ladigan material. Buni ham pufik razmeri ham bir xil, xon razmeri ham bir xil. Hattoki buni ham ichi pon 100% laminat bo'ladi. 100% ha? Hmm. Tik ko'rsatib beramiz. 100% laminat ko'ryapsiz, taglariga zo'r. Bemalol, ves ko'tarishlari ham mana narsa ancha-muncha unga xohlagan narsalarni solib foydalansa ham bo'ladi. Gap yo'q. Endi bu razmer fason bir xil bo'lyapti, materialda farq qilyapti. Ha, high-tech fason. High-tech fason aka, razmeri bir xil. Buni narxiga kelsak, o'rtadagi tafovut raznisasi 100 ming so'm xolos. Materialda farq bo'ldi. Materialida. Bu materialimiz jinday qimmatroq, bu arzonroq. Shuni holati, raznisasi shu xolos. Bu 2 million 300 ga chiqadi. 2 million 300 ming yetkazib beramiz buni Xudo xohlasa Andijon shahriga, qolgan joyga kelib Bular-chi? Bularimiz 1.60 ga 2.30 lik. Bu xuddi shu ishimizni ichi displeyga. Ichi displey. Farq shunda, xonni sal kichikroq 20 sm. 70 ga 1.40 bo'ladi, 3 ta pufiga bo'ladi buni. Bunda 3 ta. Ha, xuddi shu komplekt razmeri 1.60 ga 2.30 bo'ldi, komplekt holatda. Buni ham aka 2 million 100 ming so'mdan chiqarib beramiz Andijon shaharga. Qolgan joylarga kelishilgan holatda. Bu yoqda yana bitta boshqacha fasoni bor. Ko'ryapsiz? Endi kimgadir qanaqasi yoqishini endi hali qorasidan kerak deganlarga. qora deganiga bu kombinatsiya bo'lgan. Ustani repertuarida qoralari ham bor ekan, gap yo'q. Bu ham shu bilan razmeri bir xil. Bir xil. Bu ham mana sandiqli bo'ladi tagi. Farq shu, displey bo'ladi shu xolos. Sandig'i bor. Sandig'i bor buni ham. Buni ham puli bu bilan bir xil. Puli bir xil, 2 million 100 ming so'mdan. 2 million 100 ming so'mdan. Endi misol uchun sizga telefon qilishyapti-da, bizga oshxonaga moslab turib shaklda, G shaklda deyish bo'lsa ham, xohlasa yasab berilaveradi. Razmeri yaqin joy bo'lsa borib o'lchaymiz, Nasibek aka. Chiroyli qilib, o'ziga plotni tushadigan qilib, klientimiz o'ziga yoqqan holatda qilib tayyorlab beramiz, kelishilgan holatda. Razmeri uzoqda razmerini olish uchun masofamiz uzoq bo'lsa, daftarga shunday chizib, shaklini chizib, razmer aytib beradi. Xuddi o'sha razmerda yasab beramiz aka. Gap yo'q. Xullas, yaqinda bo'lsa borib o'lchab qilinaveradi, lekin uzoqda bo'lsa chizmasini chizib turib, o'sha holatda yasab chiqarib berilaveradi. Albatta aka. Gap yo'q. Xudo xolasa, do'stlar, telefon qilaverasizlar, mana menimcha bir 5-4 xil modelni ko'rsatib o'tdik. Endi yana boshqa modellar kerak bo'lsa, telefon qilsanglar, xohlagan ranglarda chiqarib beraveradi. Eldorbek, obzor uchun katta rahmat. Rahmat aka, sizga. Xush kelibsiz.